Do'stlar, salom, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bilasizlar, ko'pdan beri oshqozonimda problemalarim bor edi, mazam yo'q edi. Bugun men endoskop yutdim. Xullas, o'sha videosini ham qo'ydim. Yig'lab og'riydi dedim. Qo'limdan bitta kol qilishdi. Narkoz ekan u. Keyin hech nimani eslolmayman. Qachon menga tiqishgan, videoni qachon oldi, qachon meni boshqa joyga borib uxlatib qo'yishni bilmayman. Ko'zim ochiq bo'lgan, eslolmaganman lekin. Xullas shunday qilib endoskop yutdim. O'zbekistonga uxlatma ekan. To'g'ri, men baqa uxlatdim o'zimni. Puliga qiziqib necha pul deyotganlar bo'lsa, qimmat. Rostdan qimmat. Chunki cho'joy bo'lganimiz uchun bu yerda keyin bo'lmagani uchun, sug'urta bo'lmagani uchun qimmat. Shoninglar, tasavvurlaringdan ham ko'p pul ketdi. Pul muhim emas, men sog' bo'lsam bo'ldi. Odamni ko'ziga pul ko'rinmaydi-da, kasal bo'lib yotgan payt, to'g'rimi? Xudoga shukr, hozir yaxshiman. Videoni ko'ringlar, agar TikTok blok qilib qo'ymasa-da.